Bugun o'zbek qaynonam sixli somsa pishirib ber, qizim dedilar. Qani, ketdik, birgalikda sixli somsa pishiramiz. Yaxshiyamki baxtimizga o'zbek qaynonalarimiz bor. O'zbek qaynonalarimiz bizga somsa pishiring kelin demagancha, biz har kuni kerak bo'lsa fast food yeb yuraveramiz. Shu uchun bugun sixli somsani qilishimdan oldin birinchi bo'lib xamirimni tayyorlab oldim. Xamirimga 2 dona tuxum, suv, tuz va ozgina semichka yog' ketdi. Qo'lim to yopishmaydigan darajaga kelguncha un solib, yaxshilab aralashtirib, mushlab xamirlarimni tayyor qilib oldim. Xamirlarim tayyor bo'lganidan keyin esa 4 ga bo'lib, yaxshilab zuvolalarga olib, ustini strech bilan yopib, yarim soat dam oldirishga tindirib qo'ydim. To xamirlarim dam olguncha ichidagi nachinkalarini tayyorlab qo'yay deb, piyozni yaxshilab yuvib, kubikcha shakllarga keltirib to'g'rab oldim. Piyozlarimni to'g'rab bo'lganimdan keyin esa go'shtimni yaxshilab yuvib, katta-katta qilib kubikcha qilib to'g'rab, choperga moslashtirib tayyorlab oldim va choperga tayyor bo'lgan go'shtlarimni shundoq soldimda 1, 2, 3 deganimcha qarasam farshga aylanib qolibdi. Voy tavba dedimda, yaxshiyam shu choper bor ekan deb go'sht bilan piyozni alohida xolodilnikka olib qo'ydim va tingan xamirlarimizni birin-ketin 4 ta zuvolarni ham tezlik bilan yoyib tashlab, ichiga jirni eritib, hamma joyiga jirni surtib, o'rab va yana xolodilnikka qo'yib qo'ydim. To xamirlarim dam olguncha pomidorli souslarimni ham tayyor qilib oldim. Pomidorli sousimni ham choperga pomidorni to'g'rab, ustiga chesnokdan 5-6 ta solib, ustiga tuz solib, choperni aylantirib, sousni ham tayyor qilib oldim va xamirlarimni kesib dumaloq shaklga keltirib, boyagi muzlagan go'shtlarni olib, ustiga zira va tuz solib, aralashtirib olib, dumaloq shaklga keltirib, somsalarimizni sixlaga tortib oldim va ustiga 1 dona tuxumni yaxshilab aralashtirib, shotkacha bilan surtib, ustiga qora va oq kunjutlarni sepib, pishirib oldim. Sixli somsalarimiz pishdi.